millati afg'onni oddiy bilgandilar. Millati afg'on chinon bir millatiki, باور qiling bir mushti muhkam po'lodiki, chinon bir xor tikoni borki, hech kim buni hazm qilib keta olmaydi. Afg'on millati shunday bir millatiki, janin onasini qanniga tifillik fillasiga borutahoy bam bilan va rokit onani qanniga tofiladi. Infijoratni sadolari bilan, seslari bilan, g'aram g'urumlari bilan bu millati afg'on dunyoga kelgandi. Millati afg'on darvoqi asli jang uchun tug'ilgan. Millati afg'onga jang darvoqi bir tafridi nasaxtlik bo'ldi deysa. Shahomat g'ayrati ki millati afg'onga bor. Shayx Furdil hafizahulloh aytadilarki, dunyo bunga tan berganki, ikki kishvar hech go istimorni qabul qilmaydi. Birtasi afg'on millatidagi hech go istimorni qabul qilmaydi. Bavar qiling, xoharlarimiz, hamshiralarimiz chinon bir g'ayrat va shahomati borki, boshqa kishvarni mardlari oldiga hayron qoladi. Necha yuz ilgariga bo'lgan voqeadan xabaringiz bor. To'r o'g'riki, nerumand qaviy mard bir o'yiga tashlaydi. Hadafi shuki, toki tillosini olsa yo o'yiga borgina pulginasini olsa, xohar ikki hanuz ham sinni soli uncha puxta bo'lgani yo'q. Darvozani sindirib ichkariga kirgan pillasiga aytadiki, qat'an qadamingni ilgariga qo'ymaysan. O'g'ri vaqtiki jur'at qiladi, qadamini qo'ysa, qabillatadi. Chap sinasini taydan urgan ekan. Lashi uch ro'z ham hukumatning qo'liga edi, hammalaring eshitgansizlar. Bir xohariki hanuz sinni ham uncha puxta bo'lgani yo'q, vali o'zini harimidan va hatto molidan nima qiladi? Difo qiladi. Hamsoya kishvarlarimizni zehn va fikri shunga, bizlarda taraqqiyliklarimizni o'zlariga nokomlik biladi. Har go'yki iqdom qilsin ki bor, bir band barq tuzataman desangiz, ohu dod fig'oni osmonga chiqadiki, valo bizlarda suvimiz kam edi. Har go'yki barq bizlarda injenerlarimiz, yaxshi bilimdorlarimiz tuzatgidek bo'lsa, on vohid ko'ring, sun'at va tijoratlarimiz bizlarda keyinga ketdi. Hamisha bizlar millatidan xavf va hirosi bor. Qurboni bo'lsam oqsoqol otalarimizni hamisha bizlarday nasli javonga aytadiki, hushyor bo'llarki, hamish afg'onni dushmani paloni hamsoyadagi hamisha tajovuz qilgan va hamisha bizlarda qo'lini tagiga olib kelgan. Alhamdulillah, nasli javonga ham bu chehrasini ko'rsatdiki, haqiqatan ham bildiki, bizlarda kishvarimiz orom bo'lsa, osoyishga bo'lsa, taraqqiyoti bo'lsa, barqlari tuzalsa, saraklari tuzalsa, amniyati yaxshi bo'lsa, millat vahdati bilan bir qo'l bo'lsa, va hamsoya ko'rolmay ekan. Qurboni bo'lsam otamniki to'rpoqda tagiga yotgan, vali biz sizlarga ko'cha va bozorlarga, masojidlarga dars beradiki, bilinglarki bizlarning dushmanimiz falon edi. Va chehra haqiqisini bir o'z bizlar hammamiz nima qildik? Ko'rib to'xtabmiz.